Oliy sud bu jarayonni nima uchun nazorat qilmasdan kelgan? Masalan, fuqaro Ahmedov ehtiyotsizlik oqibatida avtomobilda halokat sodir etgani uchun amnistiya aktiga ko'ra jazodan ozod qilinishi kerak bo'lgan. Lekin u Shayxontohur tuman sudiyani raisi Ali Muhammedov tomonidan javobgarlikka tortilgan. Amnistiya aktining maqsad va g'oyasi ana shunday o'z boshimchalik bilan talqin qilib, uning obro'sini tushirishga hech kimda haqqi yo'q o'zi aslida. Shu o'rinda sud faoliyatiga oid yana bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2016-yilda 3700 ga yaqin shaxsga nisbatan chiqarilgan sud qarorlari bekor qilingan yoki o'zgartirilib, 1362 nafar fuqaroning jazosi kamaytirilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent, yana Andijon, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyat sudlarida faoliyat ko'rsatayotgan sudyalarning ko'plab qarorlari bekor qilingan yoki o'zgartirilgan. Mana Toshkent viloyati, noinsof, Andijon viloyati, Qashqadaryo, Surxondaryo qarayapti kattalar. Qaysi sudni raisi qaysi sohadan qat'iy nazar o'zi qarori bilan bitta rayonni sudini taklif berdi ishdan olish bo'yicha. Bitta misol yo'q. Men o'zim nazoratga olganman. Prokuratura bilan shug'ullandik. Mana prokuraturaning 70% ishdan olib tashladik. Hali yana olamiz. Nimaga desangiz, birikdan noinsoflar illat tashab ketgan prokuraturaga, poraxo'rlik illatini. Uni tomiri bilan uzishga harakat qilyapmiz, lekin og'ir bo'layapti.